Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan bugun Sun'iy gullar Urgut Optim kanali. Men sizlarga hozir sezonga sotiladigan arzon gullarimiz, o'zimiz ishlab chiqaradigan gullarimizni narxi bilan obzor qilib beraman. Ma'lumot uchun, bizning gullarimiz 30 dan ortiq 50 ga yaqin gullarimiz turi mavjud. Bu gullarimiz har birini 7 xilgacha bo'lgan ranglari bor. Qaysilariga 4 xil, qaysilariga 5 xil shunday bo'ladi. Gullarimiz keyin bizga oldindan ob'yomni oladiganlar oldindan zakaz beringlar. Hozir ko'rsatayotgan gullarning barchasi bitta klient yuki. Bu yerda hozir bir 10 tagacha turidan yasalgan. Shularni ko'rsatib beraman. Birinchi gulimiz bu xrizantima. Cho'pini o'zi 50 cm, barigi ham katta chiroyli barik. 4 yoki 5 xil ko'rib turgan ranglaringiz ham bor. Bu gulimizning narxi 1500 so'm, 1700 so'm oraliga sotilyapti. Keyingi gulimiz baxt gvazka deyiladi. Buni ham cho'pini o'zi 50 cm. Qo'shimcha ukroplar qo'yilgan. Sifatli, chiroyli ko'rinish uchun. Bu gulimizning narxi 2000-2200 so'm atrofida sotilyapti. Ob'yomga kelishiladi. Hozir aytayotgan narximdan yana ham ancha arzon qilib bera olamiz. Ko'proq oladiganlarga. Keyingi gulimiz eng chiroyli gullarimizdan biri bo'lgan G'uncha roza deymiz bu gulimizni. Buni ham cho'pini o'zi 50 cm, qo'shimcha maysalar qo'yilgan, juda ham chiroyli, qalin kattasidan. Bu gulimizda 6 xil rangi bor. Keyin hozir ranglarini ham ko'rsataman. Yana bir ma'lumot, gullar mana shunaqa ranglari yarki, o'zini qattiq ushlab turishi uchun, chiroyli ko'rinishi uchun eng vish sort mahsulotdan foydalanishga to'g'ri keladi. Bo'lmasa, bir shilpiqroq, xunuk ko'rinadi, yarki bo'lmaydi rangi. Demoqchi bo'lganim, eng vish sort mahsulotlardan tayyorlaganmiz. Bu rang ham juda chiroyli. Mana bu ranglari bor. Keyin bu yerda yana mana bu rangi bor. Maliniy ranglari, 6 xil rangi bor bular. Oranjiy rangi bor. Ana bu yerda turibdi ekan. Bu gulimizning narxi 2000 so'm atrofiga. Bir 2 so'm ziyod kami bor. Keyingi gulimiz atirgul aylana deyiladi. Bu gulimiz ham juda ham chiroyli gulcha, yulduzcha gul ham deb ataymiz. Buni ham cho'p 50 cm, maysa qo'yilgan. Ranglari ko'p, chiroyli ranglari bor. Narxi 1800-2000 so'm atrofiga. Endi 1-2 pachka bilan 100-200 pachkaning narxiga o'rtasiga farq bo'ladi, to'g'ri tushunasizlar. Mana bu rangi, mana fioletoviy rangi ham juda ham klientlari bor o'zini bu rangni ham. Maliniy rangi. Mana bu ranglari, hamma rangi juda ham chiroyli. Shuni ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Keyingi gulimiz, bu gulimiz trend gul deyiladi. Sababi eng ko'p, eng yaxshi sotiladigan gulimiz. Qavati ham juda ko'p qo'yilgan. Materiali eng qimmati. Bunga ham maysa qo'yilgan, 50 cm lik cho'p, gulsiz 50 cm, guli bilan bir 60 cm atrofiga bo'lsa kerak. Bu gulimizning narxi o'rtacha 2500 so'm. Ziyod kam bor buni ham narxiga. Bu gulimizda 7 xil rangi bor. Hozir qolgan ranglari ham tayyorlanyapti. Hozir tayyorlari mana oq bor ekan. Mana bu rang bor. Sariq oranjiy aralashgani bor, maliniy bor. Mana bu rang bor. Ya'ni общий 7 xil rangi bor. Keyingi gulimiz qirramak deyiladi. Ob'yom kattaligi mana katta turishi o'zi juda chiroyli. Buni ham juda ham chiroyli ranglari bor. Mana bu qaraliy ranglari ham bor. Oranjiy ranglari bor. Juda ham chiroyli, hamma rangi chiroyli. Bu gulimizning narxi 1600 so'mdan 2000 so'mgacha sotilyapti. Mana bu gulimiz ham juda chiroyli. Hozir buni juda ko'p opsiya klientlar talab ketyapti. Ranglari juda ham neobычный yasalgan. Bu gulimizda hozir tugab qolibdi. 4 xil rangi bor. Bu gulimizning narxi 2,5 so'm chiqqan. Buni materiali yana ham qimmatroq. Kachsosi eng zo'r materialdan tayyorlangan. Keyingi gulimiz baxt gul aylana deyiladi. Bunga ham maysalar qo'yilgan. Ukroplar o'zi baxt materialidan tayyorlangan. Narxi 2000 so'm atrofiga. Keyingi gulimiz semichka. Semichka guli. Bizga semichkaning 2 xil razmeri bor. Bundan kattarog'i ham bor. Hozir tayyorlangani shu ekan. Bular hamma gulimiz pachkasi 20 tadan bo'ladi. Hozir sizlarga bir dona gulning narxini aytaman, lekin eng kami bir pachka sotiladi.
Bu gülümüzün narxi 1100 so'm, 1100 so'mdan 1400 so'mgacha sotilyapti. Keyingi gülümüz Ramashka kattasi bu. Ramashkani bizga 3 xil razmeri bu. Bu eng kattasi, bundan kichikroq srednisi, bu eng kichigi ham bor. Bu ramashkamiz narxi 1300 so'm, 1500 so'm atrofida sotiladi. Cho'pi ham 50 santimetrlik, 4 xilmi 5 xil rangi bor. Ranglardan ko'rsating. Keyingi gulimiz eng ko'p sotiladigan, eng ko'p so'raladigan gulimiz Barxt Lola deymiz bu gulimizni. Cho'pini o'zi 50 santimetr, kattaligi ham normalli bu gulli. Barxtlik, baxmal material, maysalari bor, qavat ichi to'la, ichi ochiq gul emas, shunisiga ham e'tibor qilasizlar. Bu gulimizning narxi 2300 so'mdan 3000 so'mgacha sotilyapti. Avionni narx ko'rilaveradi. Yana bir gulimiz Liliya gul deyiladi. Liliya gulimiz juda ham chiroyli gulimiz, hadoran. Bu bitta oranjevisidan boshlanibdi. Buni 5 xil rangi bor, juda ham chiroyli ranglari bor. Bu gulimizning narxi 1500 so'mdan boshlab 1800 so'mgacha sotilyapti. Keyin bu yerda yana bir gulimiz. Aytgandek, ramashka gulimizni bu straightni razmeri, o'rtancha razmeri. Mana guli juda ham chiroyli. Cho'pi 50 santimetr. Ranglari mana ochiq bu. Oranjevisi ham juda ham chiroyli, o'zimga juda yoqadi. Oranjevi rangi ham yarki, juda ham приятный. Oq rangi bor. Bu gulimizning narxi 1100 so'mdan 1500 so'mgacha sotilyapti. Aviomga narxi kelishaveradi. Yana bir gulimiz juda ko'p sotiladigan gulimizdan biri. Bu Liliya tomirchalik. Yaqinroqdan qarasalaringiz, tomirchalik. Juda ham chiroyli. Bu gulimizni yana qolgan ranglari ham bor, 5 xil rangi bor jami. Rozmiya, oranjevi, maliniy, qizil ranglari bor. Bu gulimizning narxi o'rtacha 2000 so'm atrofiga sotilyapti. Bizdan yana bundan boshqa ko'plab gullarimiz bor. Hozir klientga birma-bir zakazlarni tayyorlab beramiz. Kimga abyomni ko'proq sotishga gul kerak bo'lsa, ishxonamizga tashrif buyuringlar, ko'ringlar, tanlab olinglar. Hamma gullarni narxi bilan ko'rsatamiz. Barchaga rahmat.